Assalomu alaykum podpischilar. Mana bugun asalari o'z uyasiga shira tashyapti, yig'ib ketyapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu eritilgan shakar. Qishga ozuqa sifatida uyasiga tashyapti. Buni uyani ichiga ham bersa bo'ladi yoki bo'lmasa tashqariga bersa ham bo'ladi shirani. Buni farqi yo'q. Aringiz kuchliroq bo'lsa tashqariga berganingiz ma'qul. Agar erinchoq odam bo'lsa, har bittasiga bittalab quyib chiqqandan ko'ra tashqariga bersa o'zi tashib oladi. Arin kuchli bo'lsa arin. Mana bu yerda ikkalasi urushyapti. Shiraga talashib. Shiraga mast bo'lib qolgan. O'kib qolgan bitta ikkitalar. Mana bu yerda. Yeb to'ymagan, yalab ham to'ymaydi deganda mana bular tagidan ham izlayapti shirani.